Doniyor Qayumov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Doniyor, familiyasi Qayumov. 1999-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Bloger va vayner. Uylangan, lekin ajrashgan. Birinchi 3X klubida fotograf bo'lib ishlagan. Oilasida eng kichkinasi. Giveaway orqali ko'tarilgan. Birinchi giveawayda uni aldab ketishgan va uni podpischiklariga tushuntirib berishga majbur bo'lgan. Hype qilishni yaxshi ko'radi. Ustidan yozib yuborishgan. Birinchi prank videosini 2018-yilda olgan. Asosiy daromadi tradingdan. Kichkina reklamalar bilan shug'ullanmaydi. Reklamalarni protsentga emas, gonorarga gaplashadi. Reklamasining narxi o'rtacha $30,000. O'zining komandasi ham bor. $50,000 reklamalar ham olgan. Sardor Toyirovning klipida bosh rolda o'ynagan. BYD mashinasi bo'lgan, lekin uni sotib olganidan afsuslangan. 2021-yilda Malibu sotib olgan. Elektrokarlarni yomon ko'radi. Ikkita elektrokar sotib olib, $15,000 yutqizgan. Instagramida blogerlar orasida 1-million obunachiga erishgan. Bu natijaga giveawaysiz erishgan. 2020-yilda hashtag bo'yicha O'rta Osiyoda birinchida bo'lgan. Hozirgi hashtaglar soni 1 milliarddan oshib ketgan. Ajrashganidan keyin depressiyaga tushib qolgan va ijodini tashlashni ham o'ylab ko'rgan. Har bir gapirayotgan gapini o'ylab gapiradi. Sitora Farmonova bilan hype qilishgan. Lekin hozir u bilan отношения qilmayapti. Durdona Qurbonova bilan ham hype qilgan. Gaylar bilan ham vaynlar ishlagan. Sherobod 5 degan trendi bo'lgan. Dastavkadan asosan ovqatlanadi. Instagramida 4 million obunachisi bor va 293 ta post joylagan. Ikkinchi akkaunti ham bor va unda ham 1 milliondan ortiq obunachisi bor. Oilasini ishiga aralashtirmaydi. Mickey Mouse degan laqab olgan. Umuman ichmaydi va chekmaydi. Diniy mavzularni eshitishni yoqtiradi. Blogerlikni boshlaganiga 6 yil bo'ldi. Gonzo Doniyor Qayumov uchun qo'shiq ham yozgan. Shoh aka bilan yaqin do'st hisoblanadi va Shoh aka BMW sovg'a qilgan. Shoh akani sportkarini poygada yutib olgan. Qizlar bilan gaplashishni yaxshi ko'radi. Shohruh bilan poyga ham qo'ygan va buni ham hype qilib yuborgan. Juda ham ko'p yo'l qoidalarini buzadi va bu haqida Instagramga post qo'ygan. Toshkent shahar markazida 155 km/soat tezlik bilan harakatlangan. Akasiga Malibu 2 sovg'a qilgan. Lamborghini ustiga O'zbekiston bayrog'ini qo'ygan va Dubayni aylanib chiqqan. Shoh akaga Dubayda Lambo Aventador arendaga olib bergan. Merce'dan ko'ra BMWni yaxshi ko'radi, lekin CLS'da videolar olgan. Drift qilishni yaxshi ko'radi. Motivatsiyali videolar ham mavjud. Yaqinda gelik olish maqsadi bor. Yandex dastavchisiga $50 pul bergan. Saudiyaga ham borgan va Ronaldoning o'yinini ko'rgan. Ronaldoning fanati hisoblanadi. Deyarli 10 million obunachisi bor Ahmed Hossan bilan video ishlagan. Dubaydan uy ham sotib olgan. Uyi 2026-yilda tayyor bo'ladi. Dubaydagi bir kunlik syomkasi uchun $7,000 sarflagan. Dubayda qamalib ketishiga ozgina qolgan. Sigma videolar ham olib turadi. Ortiq Xo'jayev bilan ham juda ham yaqin. Adinexpertni reklama qilgan, lekin keyinchalik to'xtatgan. Podpiska bo'lgan odamlarga $100 dan bergan. Hamster Combat haqida videolar olgan. Oilasi bilan Dubayda dam olgan. Qiynalgan oilalarga yordam bergan. Mashinasini bo'yab ketishgan va bu ham prank bo'lgan. Birinchi sevgani maktabda bo'lgan. Ajrashganidan so'ng juda ko'p qizlar bilan videolar ishlagan. Dadasiga Cobalt sovg'a qilgan. Bonamur bilan ham videolar olishgan. Octagon ligadan vizov qabul qilgan. O'zbek rep qiroli deb Shohruxni biladi. MC Doni bilan ham video olishgan. Shohruxxon bilan ham yaqin do'st. Mahmud Murodovga vizov tashlab ko'rgan. Ahad Qayum bilan video ishlashgan. Qizlar karyeradan chalg'itadi deb hisoblaydi. O'zining YouTube kanali bor va u yerda faqat poygalari haqida videolar qo'yadi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.